Allohu akbar. O'zinglar yaxshimisizlar, kim bor? Tuzimisiz oyi? Yaxshi, o'tiribsizlarmi? Hamma yaxshimi? Voy, ana mami tezga sarg'u tegib qopti-ya. Hayo, bu dazmolda kuyib qoldi oyi. Voy, kuydirdingizmi? Voy. Qizingizni hunarlarida. Shunga o'zingiz ko'ring, qizingizni qilgan ishlarini deb kiyib kelaverdimda. Ataylab kelib keldingizmi? Ha, endi siz ko'ring, qanaqa ahvolda yashayotganimizni deb shunga. Men choyga qarayman. Men qarashib boray. Juda yaxshi. Shu qilgan ishingiz to'g'rimi? Nima deb o'yladingiz? Hozir shaydonni mulzam qilishimni kutdingizmi? Har bir oilaviy sirni 4 devor saqlab turadi. Lekin uni ko'chaga olib chiqqan kelin hech qachon yashamaydi. Bu qilgan ishingiz erkak kishining ishi emas. Bunaqa gapni oyizlar qilganda ham kechirgan bo'lardim. Lekin mayda gap erkak oilani ushlamaydi. Bunaqa mayda gapli erkakka munosib ish emas. Noto'g'ri tushundingiz oyi. To'g'ri tushundim. Erkak kishi sal kengroq bo'lish kerak. Bu qilgan ishingiz hech qachon kechirib bo'lmaydigan ish. Erkak bo'ling. Erkak. Biz oyi unaqaja chuqurlashib ketadi deb o'ylamadik. Qizingiz bilan hazillashib shunaqa qilgandik. Hazil? Yaxshi hazil. Zil bo'ldi. Uzr. Ko'chada bo'laman oyi.